Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Va bugun 15-iyun bizda yangi 9-katalog o'z ish faoliyatini boshladi. Agarda siz yozda uyda o'tirib nima ish qilishni nima bilmayotgan bo'lsangiz, misol uchun qo'shimcha daromad, qo'shimcha biznes qilishni xohlasangiz yoki dekretdagi ayollarimiz bo'lsa yoki talaba qizlarimiz bo'lsa va sizga juda ham chiroyli imkoniyat Fabirli kompaniyasidan. Aynan yangi ish boshlagan qizlarimiz uchun kompaniya juda ham chiroyli sovg'a qo'ygan va tepadagi mahsulotlar atigi sizga turistim evaziga kelishi mumkin. Ularni olish shartlari juda oson. Siz ro'yxatdan bepulga o'tasiz va o'zingizga, oila a'zolaringizga kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni 20% chegirma bilan qabul qilasiz va tepadagi sovg'a sizga atigi turistim evaziga keladi va o'zingizda tumaningizga bepul yetkazib beriladi. Agarda sizda ham qo'shimcha daromad, qo'shimcha pul topish xohishi bo'lsa, unda bizga aloqaga chiqing va biz sizga yordam beramiz.